Tushda sharq va g'arb, mashriq va mag'ribni ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi mashriqni quyosh chiqish tomonni ko'rsa, olam podshohlariga dalildir. Quyoshning chiqishi hojatlarning ravo bo'lishiga va podshoh farmoniga, mag'rib quyoshning botishi esa buning aksiga dalil bo'ladi. Agar yaxshi ish uchun mashriqqa borsa, ne'matga ishora bo'ladi. Agar joyining yomonligini ko'rsa, murodi hosil bo'lmaydi. Barcha holda quyoshning chiqish joyi, quyoshning botish joyi mag'ribdan yaxshiroqdir. Quyoshning chiqish joyi iqbol va ulug'likni, botish joyi baxtsizlik va nochorlikni bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.